Assalomu alaykum Faton Andijon obunachilari. O'zbekiston aholisi orasida eng ko'p qiziqishga ega bo'layotgan Fatonning V9 pikapini hozir sizlar bilan obzorini ko'rib o'tamiz. Ushbu pikapimiz O'zbekistonda ko'rishingiz mumkin bo'lgan pikaplar orasida eng kattasi va eng komfort ko'prog'i bo'lib, hozir sizlar bilan ushbu avtomobillarimizni komforti va motor, korobka, zadniy most, undan tashqari hadovoy sistemalarini ham birma-bir ko'rib chiqamiz. Avvalo birinchi o'chirda avtomobilimizni salon qismidan boshlaydigan bo'lsak, salon qismida istalgan qulayliklarni topishingiz mumkin. Masalan, cruise control, climate control, полоса удержания, самоторможение va mana bunday Face ID tizimlariga ega, ya'ni siz uxlab qolayotgan paytingizda tormoz bosib yoki rolga vibratsiya berib, sizni uyg'otib, yo'lingizda davom etishingizga yordam beradi. Ushbu qismi orqali avtomobilimizni 10 xil rejimda harakatlantirsangiz bo'ladi. Oldi privet, orqa privet, 4x4 va avtomat korobka rejimi orqali, bu tomonda esa sport, eco, qorli, cho'lli va tog'li rejimlari orqali harakatlantirsangiz bo'ladi. Bu tomonda esa 360 gradusli kamera, pastga tushish, gorni tizimlari, bu tomonda esa magnitofonda ligirovka qilish. Avtomobilimizni bar qismi ham ancha katta. Bu qismi orqali bemalol xaladeligi ham bor, foydalansangiz bo'ladi. Avtomobilimizda boshqa pikaplarda topishingiz qiyin bo'lgan narsalardan biri, ya'ni kattakon panoramli lyuk bilan jihozlangan. Lyuklari ham ancha katta ochiladi. Avtomobilimizning sideniyalari ham ancha qulay ishlangan. Har bir sideniyada abduf va abagrev funksiyalari mavjud. Undan tashqari 3 bosqichli sideniyani eslab qolish funksiyalari ham mavjud. Avtomobilimizning orqa saloni ham ancha keng ishlangan, ya'ni bemalol 3 kishi harakatlansangiz bo'ladi. Undan tashqari orqa sideniyalarimizda ham sideniyani qizitish funksiyalari mavjud. Bu qismida esa 220 volt orqali piknikka chiqqanda bemalol tifalda choy qaynatsanglar bo'ladi. Bu tomonda esa ikkita USB portimiz bor. Bunda esa zaryad telefoningizni bemalol zaryadlasangiz bo'ladi. Avtomobilimizni motor qismiga keladigan bo'lsak, 2 turbinali gibrid motor bilan jihozlangan ushbu avtomobillarimiz dizelda harakatlanadi. Gibridni qanday usulda gibrid? Elektr zaryad qilib o'tirmaysiz. 4 tala balonda generatorlari bo'lib, avtomobilimiz harakatlangandan so'ng motor qismiga rasod kamaytirish va ot kuchini ko'paytirib berish uchun yordam beradi. Xuddi shu holatda avtomobilimiz normal holatda minsangiz 7-8 ta yoki 4x4 yoki sport rejimiga qo'yib harakatlanadigan bo'lsangiz, maksimal 10 tagacha rasxod qilish mumkin. Avtomobilimizning tashqi dizayni ham juda chiroyli ishlangan. Bu oldi tomonlari ham ancha o'ziga yarasha chiroyli. Avtomobilimizning oq, qora va xuddi shunday metalik rangidan mavjud. Diska balonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Tayyor black piano qilingan. 18 diska balon bilan jihozlangan. Oldilari amortizatorli, orqalari ham maxsus pikaplar uchun mexanizm bilan jihozlangan. Orqalari resol emas, shuni hisobiga hadovoyi ancha yumshoq mashinamiz. Paroglari ham ancha baquvvat ishlangan, ya'ni 500 kilogacha yukni bemalol ko'taradi. Avtomobilimizning orqa ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, orqa ko'rinishlari ham ancha chiroyli ishlangan. Bu tomonda yukxona qismi orqali 850 kilo kitobida, lekin 1 tonna, 1,5 tonnagacha yukni bemalol ko'rdim demay oladi. Bu qismida esa shotilari bor. Bemalol bu shotilari orqali ham tepasiga chiqsangiz bo'ladi. Ushbu shotimiz esa 250 kilo yuk ko'taradi. Orqa bagaj qismimiz ham maxsus qoplama bilan, ya'ni metalik qoplama bilan zashita qilingan. Bu ham o'ziga yarasha joziba berib turibdi. Mana bu dugalari esa avtomobilimizni yanada ham bahaybat ko'rsatadi. Ushbu dugalarimizni olmagan holati yoki olib, avtomobilimizga bemalol tent yoki orqa bagaj qismini tuning qilib yasab olsa bo'ladi. Lekin shu holatda ham avtomobilimiz juda chiroyli, ya'ni hozir bagajini yopib ko'rsataman. Orqa tomondan ko'rinishini yana bir qator ko'ramiz. Ushbu avtomobilimizni Andijon filialimizga tashrif buyurib 554 million so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari ushbu avtomobillarimizni hech qanday foiz aralashmagan holatda boshlang'ich 30% to'lasangiz 18 oyga, 50% to'lasangiz 24 oyga foizsiz muddatli to'lovga chiqarib beramiz. Undan tashqari avtomobillarimizni naqd pulga olgan mijozlarimiz uchun kattakon chegirmalarimiz ham mavjud. Avtomobillarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun, yanada batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing yoki avtosalonimizga tashrif buyurib bemalol haydab ko'rgan holatda xarid qilsangiz bo'ladi. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Aeroportdan Jahonbozor tomonga qarab ketishimizda 36-postga yetmasdan chap qo'lda Domdudagi joylashgan. Bu tomonimiz esa Piyospiyadan kelish, Toshkent Pitakidan o'tishingiz bilan ro'parada 4 etajli domda birinchi etajda joylashgan. Bemalol undan tashqari boshqa turdagi avtomobillarimizni ham avtosalonimizga tashrif buyurib xarid qilishingiz mumkin.